suv hayot manbai, taraqqiyot garovi. Bugungi global iqlim o'zgarishlari sharoitida har bir tomchi suvning qadri yanada ortib bormoqda. Shu bois mamlakatimizda suv resurslarini tejash va samarali boshqarish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Namangan shahridagi University of Business and Science universitetida O'zbekistonda yer suv resurslarini boshqarish, tarixiy tajriba, huquqiy islohotlar va kelajak strategiyalari mavzusida respublika miqyosida ilmiy-amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Unda siyosatchilar, professor o'qituvchilar va soha mutaxassislari ishtirok etib, bugungi kunda dolzarb bo'lgan iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi va yer resurslariga bosim ortib borayotgan sharoitda samarali boshqaruv masalalarini atroflicha muhokama qildilar. O'zbekistonda 4,5 million gektarga yaqin o'sha sug'oriladigan maydonlar bo'lsa, barcha maydonlarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish hozirgi kundagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda suv resurslaridan O'zbekistonning foydalanadigan qismi 20% gacha qisqargan. Qurg'oqchilik yillarda bu ko'rsatkich yanada ko'prog'i tashkil etmoqda. Suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish, aqlli boshqaruvni amalga oshirish, shu bilan birgalikda transchegaraviy hamkorlikni yanada mustahkamlash bugungi kundagi eng asosiy vazifalarimiz hisoblanadi. Ta'kidlanganidek, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan muroblik tizimi, suv taqsimoti madaniyati va yer hisobini yuritish an'analari bugungi zamonaviy boshqaruv uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga o'tmishdagi ekologik holatlardan to'g'ri xulosa chiqarish bugunning muhim vazifalaridan biridir. Qadimdan suvga bo'lgan munosabat, tabiatga bo'lgan munosabat xalqimizda, ajdodlarimizda bu shakllangan. Chunki bu albatta insonning yashashi uchun, kelajagi uchun asosiy manba hisoblanadi. Tabiatga munosabatimiz yaxshi bo'lishi kerak, suvni ham, yerni ham ifloslantirmaslik kerak. Uni toza tutish kerak. O'sha bundan 1000 yil burun Aqskentda tarixiga murojaat qilsak, tabiatga munosabat shuncha bo'lganki, suvlarni yer tagidan olib kelgan. Biz bundan foydalanib, hozirgi davrda ham xalqimizni shunga, yoshlarimizni shunga o'rgatishimiz kerak. Yerga, suvga munosabatni biz yana 1-2-3 pog'ona ko'tarishimiz kerak. Shuningdek, 2025-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi suv kodeksi sohada zamonaviy yondashuvlarni joriy etish, jumladan integratsiyalashgan boshqaruv va iqlim o'zgarishiga moslashuvni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Anjuman doirasida xalqaro hamkorlar bilan onlayn muloqotlar ham tashkil etildi. Mutaxassislar o'rtasida tajriba almashinuvi amalga oshirilib, ilmiy yondashuvlar muhokama qilindi. Bizni aksariyat sug'oriladigan yerlarimiz transchegaraviy suvlardan iborat. Shu bilan birga O'zbekistonda suv va yer resurslari ancha cheklangan hisoblanadi. Mamlakatimizdagi ko'pgina olimlarimiz bizni yer va suv resurslarimizning tarixiy tajribalarini o'rganib, bugungi kundagi bu sohada berilayotgan huquqiy islohotlar, erkinliklar, shart-sharoitlar va kelajakdagi strategiyalarimizdan kelib chiqib, turli xil ilmiy izlanishlar olib borishmoqda. Bugungi konferensiyamizda ham berilayotgan fikrlar, g'oyalar, takliflar bu ertangi kundagi kelajagimizga yangi standartlar, yangi natijalarni olib borish uchun asosiy omillar bo'lib hisoblanadi. Mazkur anjuman O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muhimdir. Shubhasiz, bu kabi ilmiy muloqotlar yer va suv resurslarini asrash, ulardan oqilona foydalanish borasida muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.